100% tavsiya qilsam bo'ladi. 100% sharoitlar zo'r. Men Kenjayev Sanjar Sultonovichman. Navoiy viloyat Karmana tumanidan kelganman. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Mana biz Al-Shafiy sanatoriyasiga dam olyapmiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men shu sanatoriyaga Qirg'iziston Respublikasidan O'sh shahri No'g'at rayonidan keldim. Men Alibek Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan kelganman. Al-Shafiy sanatoriyasiga kelganman. Shikoyat oyoq og'riq, bel og'riq, ichki kasalliklar bo'yicha kelganman. Holatlari juda yo'qdi. Mana vannalari, parafin, sapochka, massaj, hammasi zo'r. Sharoit zo'r juda ham. Sharoitlari hammasi yaxshi. Bu yerga mana lechinalar, pitaniya, ovqat yeb ichishlar hammasi zo'r. Sanatoriyaga hamma sharoitlar zo'r. Xodimlarning muomalalari zo'r. Hamma narsa bor. Balchiq bor, parafin bor, suv massajlari bor. Hamma sharoit zo'r. Oshxonadagilar povurlari ham yaxshi. Juda ham zo'r ekan, yaxshi davolanar ekan, doktorlar o'ta ham yaxshi ekan. Shifokorlar ham zo'r, ovqatlari yaxshi. Qanaqa kasallaring bo'lsa kelib davolansalaring bo'lar ekan. Juda ham yaxshi ekan. Menga yoqdi. Men qandli diabet kasalligi 2-turiman. Qon bosimi bezovta qilganda kelganman. Yana kelaman xudo xolasa. Bugun 4-5 kun bo'ldi kelganimga, ancha og'riqlar bosildi. Kasalliklar yengillab qoldi. Mana kelganimizga bugun 4-kun bo'ldi. 4-kunda уже yaxshi oyoqlarimiz og'rimay o'zimiz yugurib yuribmiz. Men o'zim oyoq og'rig'i bo'yicha kelganman. Bel oyoq og'rig'i bo'yicha. Hozir yaxshi, oyog'im og'rimayapti. 4 kun deganda уже oyoq og'riqlar qoldi. Bel og'riqlari ham. Xudoga shukr yuribmiz. Ovqatni xonagacha keltirib beradi daji. O'zimiz ko'tarib nima qilmaymiz. 100% tavsiya qilsam bo'ladi. 100% sharoitlar zo'r. Kelinglar sizlar ham shu yerga. Islomjon degan doktor bor, terapevt degan doktor. Juda ham muomalali, yaxshi. Biza xonamizga yotsak ham borib, ko'rib, davlenlarimizni o'lchab, 2-3 marta davlenni o'lchatamiz. Hech bir og'irlik qilmaydi. Juda ham yaxshi. Sanatoriyaga hamma sharoit zo'r. Kelinglar. Juda ham zo'r ekan, shirin so'z. Juda ham mehribon ekan. Doktorlar ayniqsa menga juda ham yoqdi. Kech tunda ham xabar olishib, ahvolimizdan xabar olishar ekan. Juda ham yaxshi ekan doktorlar. Hammalaring kelishlarini tavsiya qilaman. Al-Shafiy sanatoriyasi yaxshi ekan. Bu yerda doktorlari, fizioterapiya, vannalari bor ekan, bochka, elektr nimalar, har kuni massajlari bor ekan. Sharoitlari ham yaxshi, hamma narsasi ichida ekan. Tashqariga chiqib, bu yoqqa sovuqqa chiqib yurmas ekansizlar. Issiq xona, 3 mahal ovqati bor ekan. Hammalarga tavsiya qilaman shu.